Bu kesganda hozir qo'lni kesib olmaydi bu. Qanaqa qilib? Bitta qo'lni bundoq kesgan. Bitta qo'lni bundoq kesgan. Tepadan bundoq qo'yib yuborgan bundoq. O'sha mana shu ginatina o'sha. Ha, bu jallod. Boqib aka, o'zi bu apparat qattiqki, nima vazifani bajaradi? Bu nemetskiy mashina. Dunyo bo'yicha liderlardan. Nomer 1. Nemetskiy bekorga emasda. Necha pul turadi aka bu apparatingiz? Buni yengilari 50 ming yevro turadi. Bular endi shu turishidagi 25 ming turadi. Qog'ozni pechatdan oldin kesib beradi. Formatga, mashinaga, pechatga yoki bo'lmasa pechat qilib bo'lgandan keyin keyingi ishlarga moslab kesib beradi. 18-chi, 17-chi, 16-chi asrlarda tepadan bundoq qo'yib yuborgan bundoq. O'sha mana shu ginatina o'sha. Ha, bu jallod bu. Boqib aka, buni ko'ryapmiz. Va shu vohmali apparat ekan. Agar men hozir ishlayapti deb hisoblab, bu kesmaydi. Ha, yo'q, zashitasi bor, mana qarang. Mana. Ha, bu yoqda hozir zashita bor. Lazeri bor, xuddi metrodan o'tganingizdek. O'sha texnikalarda hammasida o'zini zashitasi bor. Bir joyda misol uchun nimadir ochiq qolgan bo'lsa ham ishlamay qoladi, avtomatiski. Bu yerda ham xuddi shunaqa kesib olmasin yoki press bosilib qolmasin deb mana shu zashitalarni qilgan mana. Yo'q, aka, men hozir ko'ryapman. Bu narsalarimiz oson surilyapti. Bu nimaga mana bu zoldirlar qilingan? Bu zoldirlar qog'oz yurishi uchun bo'lma orasidan havo chiqadi. Havo chiqqandan keyin qog'oz ko'tarib beradi. Yengil bo'ladi. Bemalol yengil suriladi. Kesish jarayoni. 2024-yilda biz Yevropaga vystavkaga borganimizda robot sotyapti ular. Texnika ishlayapti, u faqat oladida o'girib beradi yoki odam faktorini kamaytirish maksimalniy harakat qilish. Ayni odam faktori bizda tag'in ham odam kuchi sal arzonroq, Yevropada qimmat. Shuning uchun ular maksimalniy robotlashishga o'tib ketyapti maksimalniy.